Assalomu alaykum. Mana meni oldimda diskrijen kasalligidan, ya'ni umurtqa churasi kasalligidan eng oson va eng qulay yo'l bilan davolash vositasi turibdi. Juda tez ta'sir qiladi, juda effekti kuchli. Buning uchun mana ushbu malhamni, biovazelinni umurtqa sohasiga, yelka sohasidan boshlab mug'azzagacha kuniga bir marta, ikki marta surtib turiladi va og'rigan joylarga ham surtish mumkin tizza bel sohasiga. Mana bu majmuni esa bir choy qoshiqdan tabletkaga o'xshab ichib turiladi. Ovqatdan 1 soat oldin va yoki ovqatdan keyin iste'mol qilish mumkin. Aslan ovqatdan oldin iste'mol qilish kerak, lekin o't tufayli yoki boshqa zonada muammosi bolalar ovqatdan keyin iste'mol qiladi. 1 choy qoshiqdan iste'mol qiladi, yarim piyola qaynagan iliq suv bilan. Kifoya qiladi shu diskrijadan butkul qutulasiz inshaalloh. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Men Eshitjon Shuhrat, Xorazmdanman. Men Gilyadis bo'yicha belim og'riyadi. Men bundan 1 oy burun tabiiy kotirachiga uchrashib, shunaqa dardim bor ekanligini aytdim. Kotirachi menga dorilarni tavsiya qilib ko'rsatdilar. Keyin men o'sha dorilardan olib ichdim. Hozir yaxshiman. Xudoga shukr. Bemalol o'zingiz ham olib ichishingiz mumkin. Yaxshi ekan. Men belim yaxshi bo'lyapti. Albatta, men ham xursand bo'ldim. Shu 1 oy davomida ancha sog'ayganingizni eshitib, men ham xursand bo'ldim. Rahmat. Boshqalarni ham sog'ayishini tilaymiz albatta. Bemalol foydalanishsin, sog'ayishsin. Qancha kasallar sog'ayib turishsa, shuni eshitsak, biz shuncha xursand bo'lamiz. Buni yana bir xushxabar bo'ldi. Mana bu bemorimiz 3 yil oldin ayollari kelgan ekan, diskrija bo'lib, dori olib sog'aygan ekan. Shu kunlarda o'zlari ham diskrija bo'lib, dori olishga kelibdilar. Marhamat, o'zlaridan eshitamiz. Assalomu alaykum. 3 yil oldin xotinim bormagan joy qolmadi. Shuni eshitib, shu kishini kelib oluvdi. Xudoga shukr, hozir yaxshi. Endi o'zim Gilyadis bo'lganman. Hozir oldi meni, rahmat. Nasib etsa, yaxshi bo'lib ketarman. Inshaalloh. Katta rahmat. O'zimiz Qashqadaryodan kelgan ekanlar, necha yil oldin diskrija kasalligi bilan va dori olib sog'aygan ekanlar. Bugun yana bir mijozni olib kelganlar bizga. Minnatdorchilik qilmoqchilar sog'ayganliklari uchun, lekin iltimoslariga ko'ra yuzlarini ko'rsatmaymiz. Yuzlarini ko'rsatishni xohlamaydilar. Mana o'zlaridan eshitamiz. Assalomu alaykum. Shu bir necha yil oldin men shu tabletda internetda ko'rib, ijtimoiy tarmoqlarda nimalarni eshitib, keyingi dorilarni olib nima qilgandim. Xudoga shukr, hozir 100% tuzalib ketib, yana boshqa bemorlarni olib kelyapmiz. Rahmat.